Assalomu alaykum qadrdonlar. Food City bozorda birinchi kuni. Mana bozorga qo'yilgan. Qalay sotdik ekan, endi ichkarini ko'ramiz. Qanday holat ekan. Bozorlar jicha susroq deyishdi. Ozgincha ko'ramiz holatni. Qanday sotilyapti. Lekin anchagina qimirlayapti. Bozorlarda assortimentlar bor. Olib kelgan Damiskin, Azamat, Mercedes, Husayna, qalampir, sliva, nektari. Shu mevalarni mendan olib kelganman. Lekin Azamatiga dilim ketdi, ishqim ketdi deydim. Bunaqangi holat ekan. Bozorlar uncha gavjum bas lekin. Xudo xolasa ikkinchi bozor ham boshlangan. Ikkinchi kun bozorda. Bozorlar jicha susroq. Bilmadim endi qalay sotishyapti ekan. Ancha sotib qo'ydi 2 kunda. Yarimdan o'tdi shekilli. Mana endi Orozida yarimdan o'tganday bo'lyapti, kameradan ko'rib tursang. Bozorlar jicha susda. Bunaqaga hujum bo'lib ketgani yo'q. Eshiklar bekiq u. Eshiklar bekiq. Platon olgan kelganman. Platon aparatim bor. Surovga yetib kelib bosh qo'ygan keldim. Platon ofisida kutib o'tiribman endi. Platon aparat surovga yetib kelibdi. 3 yil bo'libdi shunga. Surovini yangilab, yangi beradi. Bozorga qarab kirib ketyapman peshkom. Mana shu yerda Platon aparat bor. Mana shu joydan hozir Platonda yangi surovini yangilab chiqdim. Surovga yetib kelgan ekan. Bir hafta o'tib ketib surovga. Yangilab endi bozorga qarab kirib ketyapman. Havanski qabristonni oldida. Sekin peshkom yurgim keldi. Bozorgacha 1,5 kilometr. Sekin peshkom kirib bozorga kiraman endi. Platonda yana 3 yil surovini cho'zdirib chiqyapman. Platon aparatini hali olib keldim. Surovga tugab qolibdi o'zimniki. Endi surovini yangiladim. Pul to'lanmaydi, dokumentlari tayyor bo'lsa qaytadan восстановление qilib beradi. 2026-yil 26-yanvardan ishga tushdi qilib surovga. 2029-yil yanvargacha berdi. Hozir 2029-yil yanvargacha olindi Platon aparat. Bu yangi. Bir marta bunday suqildi, proverka qilindi xolos. Endi o'zimnikiga восстановление qilib berdi. O'zimdagi Platon приложениyaga. Hozir esa bu Platon yangi. Ular o'zimniki surovga tugab qoladi, u surovini cho'zib berdi hisob. Bir marta olinadi. Mabodo 2029-yilgacha bu yurib, yana surovga kelib qolsa, yana bir marta cho'zilaveradi 3 yilga. Pul to'lanmaydi. Prosta dokumentlari. Dogovor kerak bo'ladi, firmenniy mashina bo'lsa, pasport, texpasportlarda perevod kerak bo'ladi, Rossiyada qilingan perevod. Shular bo'yicha bitadi. Endi ba'zi bir o'rtakashlar ham beradi. Hech qanaqa yuguri yo'q. Shundoq olib beradi. Men o'zim olaman, Platon ofisiga borib, o'zim doim olaman. Olish oson, buni bir marta olgan inson qaytadan takror yana olaveradi o'zi. Xullas, men oldim buni. Yana takror 2021-yildan beri olishni bilaman bu aparatni o'zim. Qaysi texnikani, qaysi firmada, qaysi insonning nomida bo'lsa ham olaveraman. Juda oson buni yo'lini bilgan odamga. Hozir qarochi buni oldim yana qaytadan. O'zi bor edi Platon aparatim. 3 yilda surovga tugab qoldi. Endi bu boshqatdan yana восстановление qildimda yangilab. Mana bugun bozorda 3-kuni. Bu azinkada qolib ketgan shopir.
u ham yetib kelib bozorga qo'ygan. Topib yetib kelib rastamoshga qilib bozorga qo'ydi. Shu yerda bozorda ko'rishamiz dedim u bilan. Bozorda nima gapigina endi bugungi kunda. Bozorlarda bir qator ko'ramiz qanaqa holat ekan, nima bo'layapti bozorlarda. Bozorlar qalay yurayapti. Cho'ta bozor sulabi. Magaki yarim yuk qolganda. Bozor ham unchalik gavjumbasda mana. Pastda yuklar sotilmayapti. Red sotilsa sotilyapti, bo'lmasa yo'q. Endi qovunlar ham shu kelgan bozorga. Juda chiroyli mevalar. Olib kelgan yuklar hammasi asartimi. Ancha turibdi ekanmizda. Bugungi bozor ham tugadi mana. Hamma yoq quvlayapti. Nimaga? Qalay endi? Zo'r. Granitsada qolib ketgan ekan. Ishlar yaxshimi? Charchamdan. Mana shu mashina o'shanikida granitsada qolib ketgan. Chiqmadi. Bozorlar tugadi mana. Ha, mana ref ishlayapti, tarillab. Shari g'arri. Adım olavermaga. Bugungi bozor yakun. O'sha qolarni ajabmasa ekan bugun. Endi erta xudo xolasa. Lekin havo ham juda dam oladigan bo'lyapti. Bozordan ham bo'shadim endi. Xudo xolasa mana asta sekinlik bilan bozordan chiqib ketaman endi. Bozor tugadi, hamma yo'q bo'ldi. Rachot olib, endi asta sekinlik bilan harakatda bozordan chiqib, xudo xolasa. Asta sekinlik bilan oldi taraf bilan kirganmiz bu tarafdan. Endi bu taraf bilan orqa taraf bilan chiqamiz. Nimagaki Cityda qonun orqadan ham kirilaveradi, oldidan ham kirilaveradi. Eshik tarafdan. Atak chiqish tarafi, lekin orqadan. Bitta. Buyoqqa to'lga orqadan. Safarimiz qaradi. Bu joy istaganki edi. Birinchi kirgan kuni mana shu yerga qo'ydim. Bu safargi Sport City'dagi kunimiz qaradi endi. Asta sekinlik bilan chiqib ketdik. Bu chiqish joyi kartani shuni tiqamiz, sразу ochiladi inshaalloh. Kartalar belgilangan. Kartani tiqdik, ochildi. Asta sekinlik harakat. Shunaqa karta kirib radius raz chiqib ketadi. Xohlasa ketdik. Kalojskidan chiqib ketaman. Endi chiqib ketishdi. Mekat bilan через Mekat orqali chiqib ketaman. Kalojski через Mekat. Bozordan chiqib oldi tarafdan shundan o'ngga burib Kalojskiga tushganda tunnel bor. Tunneldan qaytilsa, nazorat qilib Mkatga qarab tushgan. Mkat. Moskovskiy Kolsovoy avtodorogaga tushdilar. Shu yo'l bilan tushib, через Mkat orqali ketaman endi. Hop. Saratovga qarab yuradigan bo'ldim. Saratovdan yuk ortaman. Saratovdan yuk ortib, bu yergacha pustoy. Podolskiy Domodedovo. Podolskiy emas, Belgrad. Belgradga ketamiz-da. Yemakina yo'liga tushib ketyapman. Managaki M4 Cheprovka ekan. Ko'rsam M4 Provka ekan. Bundan shundoq M2 dan borib oldingi safar ham, oldingi reys ham, bir reys oldingi. Shunday qilib ketdim. M2 dan M4 ga tushibdir, M4 dan shundoq
108 ga tushib, 108 dan M4 ga o'tib ketib, ana shunday, короче, borgan. M4 bilan keyin Tambov yo'liga tushib, Tambovga borib, Tambovdan yuk ortgan edim. Endi bu safar esa Saratovga boraman. Tambov keyin Saratov, Saratovdan yuk ortaman. Hop. Balabanova. Endi ajatdan 108 dan Kashira. Aylanib o'ngga chiqib, most ustiga chiqib ketaman. Воскресенье Kashira. Shu tarafga chiqib ketaman-da. M4 ga o'tib turib, M4 dan Tambovga qarab tushib ketaman-da. Shunday qilib. 108 yo'li, 108. Bundoq borib M4 ga chiqib olsam, Dagansa Tambov. Salargalarimiz bor. Zapas boshda ham bor. Salarga endi ko'raman, Saratovga borib zapas boshligini quyib, bu tarafga o'tkazib bitta qo'ymasdan. Keyin holatga qarab turib, keyin ko'raman, shu bilan o'sha Qozog'istonda qo'yilgan salarga bilan bemalol может chiqib ketishim mumkin. Qaysinga kirib o'tsam, misol hozir может sagarcha yurarman, может Mashtako'ga yurarman, может nima yurarman. Azinki proxod bo'lishi kerak, shart. Bu yoqqa qarab kirgan tomonda. Dapolom degani poldan ochilishi kerak. Shunaqa proxod so'rayapti. Bo'lmasa Mashtako'ga yaqin. Endi ko'raman, balki sagarcha yurarman. Sagarcha yursam quyishim aniq. Salarga hech bo'lmaganda bir 200 litr quyishim kerak. Endi holatga qarayman. Hozircha Saratovga borib olsam, sog' salomat. Keyin u yog'i bir gap bo'ladi. Yukni ortib, tayyor bo'lib, dokument qo'limga olganda, keyin направленияni ko'raman. Qaysi направление yuraman, qanday yuraman, qaysi holat. Yuraveraychi, oldiga qarab, xudo xolasa. Rostov-na-Donu, Platni дорога, Kashira. Biz tarafga qarab ketaman-da, mana. M4 yo'lga sekin chiqib ketaman. Tambovga qarab tushib ketaman. Как раз 45 minutlik отстойga to'xtadi. Bemalol joy ekan. 12 palasa. Shunaqa o'tib ketaveradigan yo'l chetida to'xtash joyi bor ekan. 45 minut. Отбой. 45 minutdan keyin yurib ketaman. Yana 4,5 soat. 45 minutlik отстойda yo'lda bo'yda talvalatayda yoriqqina yo'l chekkasi ekan, bemalol. Endi 45 minut bu yerda ratstoy qilamiz, keyin bo'ylarni yo'q. Sekin astalik bilan yo'lda davom etaman-da. Tambovga yetmasdan dam olgandim. Juda havo ham shikarniy bo'lyapti. Endi sekin ketdim. 11 soatlik atbo'y bergan edi. Hozir dam olib tong otdi. 3 soat qoldi. Endi 3 soat bir narsalar qilib tursak o'tib ketadi bu vaqtda.
Moskva Tambov yo'nalish. Kashira Mixaylovkadan Tambovga qarab ketishi. Tambovga hech qancha qolmagandi. 150 kilometr atrofida qolganini 11 soatlik atboy berib qo'ygan edi. 11 soatlik atboyda endi Xudo xolasa o'tib bo'lgandan keyin sekin astalik bilan ketamiz. Tambovga yetmasdan dam olgandim. Yo'llarda 11 soatlik atboy berdi. Endi yurib ketyapman endi. 4,5 soat yuraman. 4,5 soatdan keyin 45 minut atboy. Yana rejimlar hozircha yaxshi. Rejim buzilib ketadi. Rejimsiz yuradigan bo'lsa. Hozir как положено rejim bilan ketyapman. Rejim orqali yuraverib. Voy, bu metanga o'chirdimi bular? Ertalabda yo'q. Sala benzinga o'chirib ekan benzin. Shunaqangi o'chiritlar turna qatorku benzinga. Bu yerda 92 bilan 95 bor ekan, ayrim joylarda 92-95 yo'qda. Shuna hisobiga. Yomg'ir orasidan quyosh chiqib ketdimi deyman. Tambovga oz qolganda. Ozgina qoldi endi Tambovga. Yog'i Saratov. Tambovdan chiqib olsam. Pagodalar ancha pastlab qolibdi lekin. Tambov qatnoyi. O'ngga ketsak, Volga kiradi. Chapga ketsak, Penza. To'g'ri Tambov shaharda ichiga biz Penza tarafga qarab yurib, yana shakar zavodda oldida Kirsanovdan o'tib ketamiz. Mana Kirsanov, Penza, Shaxtskiy. Yo'l hali ham bitgani yo'q. Yo'l remonti. Shu yil bitirib yuboradimikin endi. O'zi oz qoldi bu yilga. Коллега, максимально сколько отпускает соляру? Хочешь? Я говорю, солярку сколько отпускает? Bu Rosneftda ham 92 bor ekan. Сколько ты ливаешь? Lekin o'chirit mana bitta mashina yana kelib to'xtadi. O'chirit. Metanga o'chirib turganda o'chirit. Ограничений нет. Hamma joyda o'chirit benzinga. Rosneft. Куплю топливо на Роснефти у магнита. Он про заправку не был? Нет, нет. Magnit baza. Tambovdagi katta magnit baza, tabiat. Joy juda chiroyli joyda. Tambovda qatnoyi. O'rmonni ichida bilan ketadi. Bu yerlarni ham remontini boshlashdi. Asfaltlarni. Bu joyga ham yetib kelibman-ku. Bu joyga doim to'xtar edim. Kelyap turganda to'xtalmadim. Hozir endi to'xtab 45 minut assoy qilib keyin yo'lda davom etaman. Joyda ko'p to'xtashib, suvlar olib, bu yerda ichimlik suv bor. Mana pastda
Şimdi suvni olishib keyin yurishib ketadi hamma voditellar. Men ham o'shanday qilib ketaman. Noto'g'ri joylashgan ekan bu. Noto'g'ri qo'yibdi. Yani yonimizda mashina shuni hisobiga neto qo'yilgan. Qiyshiq. Bir tarafi qiyshiq, bir tarafi tekis qo'yilgan. Endi yerda 45 minut dam olib, oynalarni tozalab, keyin asta-sekinlik bilan yuramiz. Xudo xolasa mana sekin astalik bilan 45 minut tugadi. 11 soat berib yubordi, lekin 45 minut yursa, hozir 4,5 soat beradi. 4,5 soat yuraveramiz. Ichkaring gradus ko'tarilib ketibdi. To'xtab shabada yemaganiga 8 bo'lib ketibdi. Yana 4,5 soat berdi mana. 4,5 soat yuraveramiz. Kirsanovskiy Kirsanovga keldim-da, ozgina qoldi. Kirsanovdagi akaxonlarni bir ko'rib o'tib ketamiz-da. Joy yoqtirishadi-yu, Zaprashonga yurding, tudemidi, sudemidi deydi. Ana endi bu safar nima deya oladi ekan? Nima ayblov qo'ya oladi ekan? Kirsanov shakar zavodga qarab yurganda, shakar zavoddan o'tgandan keyin most bor, 25 tonna Zaprashon mana. Bu mostni ogohlantirish bu tarafdan bo'lyapti-yu. Lekin u joyda srazi zavoddan chiqqandan keyin yo'q, burjonni holatda. Endi biz pustoy yursak-ku 25 tonna chiqmaydi mashina, 16,5 tonna chiqadi. Lekin shuni aytsak ko'nmadi. Oldingi reys qaytib turganimda gaylar to'xtatib 25 tonna Zaprashon. Hop, Zaprashonni ko'rdim. Zaprashonni nima sababdan 5 kilometr, 10 kilometr oldindan ogohlantirish yo'q desam, 100 kilometr naryoqda kuruk bor. 100 kilometr demak-ku, shu 60-70 kilometr. O'sha tarafda Kalsavoydan to'g'riga Tamalaga o'tib ketish kerak. U Tamalaga o'tgani ogohlantirish bermagan. Kirsanovga 25 tonna Zaprashon, Gruzovoy mumkin, bas 25 tonnadan yuqorisi degan zinak yo'q. Mostga gidayda bir 500 metr qolganda 1 kilometr qolganda zinak bor. U joydan qaytish yana 60 kilometr qaytish kerak yoki 70 kilometr, aniq kilometri yo'q. Shu sababdan olishdimki gaylar bilan. Nima sababdan o'sha tarafga qo'yilmagan bu? Bu remont uchun qo'yilgan zinak, oldin zinak yo'q edi. Pastiyani qatnayman shu tarafdan 1 yil oldin remont uchun qo'yilgan zinak bu deb gaplashsam, yo'q deydi, endi zinak turadi dedi. Hop, mayli. Qachongacha o'z zinak turar ekan? Bilmadim endi. Hozir yana borganimda yana shu DPS xodimlari bo'lsa, yana bitta gaplashib ko'ramiz. Umid Kirsanov Saratov chapga. Bitta nu tarafi borki, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston shu mashinalarni to'sadi, lekin o'zini mesnisini to'smaydi. Hozir mana gap isboti bilan o'tib ketdi. Shalanda parovoz KAMAZ 10 tonnadan bo'lsa 20 tonna kamida. Lekin mashinaning o'zi 15 tonna chiqadi hozirga o'tib ketgan. Ichida 10 tonna yuk bo'lmaydi. 20 tonna yuk bo'ladi kamida. 20 tonna yuk bo'ladi. O'zi 15 tonna chiqadigan bo'lsa KAMAZda 35 tonna bo'ladi. Nima sababdan buni to'smaydi? Ko'z oldimiz. Mayli endi. Mayli ham basta. Buni asnavaniyasi bilan keltirib bersa
keyin xohlaganidek qilib zaprishon qilib bizni shtraf yozib bersa ham mayli. Men shu tarafdoriman. Qonun ustuvor, jazo muqarrar. Har bir davlatda qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar shu. Qonun hammasiga barobar. Xohlasa местный bo'lsin, xohlasa fuqarosi bo'lsin, xohlasa grajdanin bo'lsin, xohlasa boshqa davlat fuqarosi bo'lsin. Qonun hamma uchun barobar, har bir davlatda. Har doimgidek to'g'ri zaprishon. Biz esa o'ngga burilib ketamiz. Strelka qo'yib, ukazator qo'yib tashlaganda bu tarafga. Endi bu joy Umid Saratov chapga qarab ketamiz. Ikkita mahalla aylanib chiqiladi-da bu joyda, ikkita mahalla. Ketib turganimda ham xuddi shunday pagoda edi. Hozir ham shunday. Juda chiroyli, salqingina pagoda. O'risni bolalari ya. Bu joyda mana olmalarni olib chiqib, yo'lga irg'ityapti. Bu ekalasi juda shumtak ekan. Olmalarda pishmagan olmani irg'itishib yotibdi. Kirsanov 1779. Shu 1779-yil tashkil topganmikin. To'g'ri ko'rsa 1 kilometr yurmasdan shakar zavodi. 259 kilometr qoldi Saratovga. Men esa Saratovga qarab ketdim. Bu joyda Kirsanov kristalniy shakarni saharniy zavod. Shakar ortiradi bu joyda. Endi bu yoqqa 250 kilometrda Saratovga boramiz. Yomg'ir ham boshladi. Doimgidek. Men aytayotgan muz bu muz. Mana. Muzga kelganda 25 tonna zaprishon qo'yib qo'ygan mana. Shu muz. Bu remont bo'ldi-da 1 yil oldin. O'sha paytda qo'yilgan 25 tonna, lekin olingani yo'q, remont tugadi. Gai bu tarafdan arqadan Moskva tarafdan kelganda chiqishda turibdi. Kelishimizni, mana Saratovga qarab yurishimizni bu joyda turibdi. Hozirgacha yo'q. Shu yerda turib, nima sababdan buyoqqa yurding? Zaprishon bu deb ogohlantirish zinaga to'g'ri. Moskvadan kelib Penzaga qarab o'tib ketishda bor. U to'g'ri 5 kilometr, 7 kilometr nariyoqda. Lekin bu tarafda ogohlantirish zinaga hech qancha emas. Shu 3-4 kilometr borda, hozir oldimizda bitta choraqa chiqadi, ash joyda. Zinayni ko'rib o'ngga chapga kirsangiz aholiga qarab kirib ketiladi. Posyolkalar. Короче, orqaga qaytish kerak. O'zini aytib ko'ring. Tamalaga qarab, dakansa orqaga qaytib borib, shunda keyin kirib ketish kerak. Qanday tushunsa bo'ladi buni? Menda постоянно turib olmayapti-ku, lekin hamma 60-70% turibdi. Men 2 marta papal keldim. O'zi 2 marta yurgan bo'lsam, 2 marta papal keldim. Hozir men 3-chi yurishim, lekin papal kelmadim. Papal kelganimda so'rardim yana xuddi o'sha takror savol bo'lar. Lekin savolga to'liqli javob yo'q. Mayli endi. Chidaymiz. Nima desa xo'p deymiz. Ilojimiz ham yo'q. Lekin hech taraf yozib bera olmaydi bular.
joylar remont bo'lyapti, turadi. Bitib qopti, yaxshi. Mana tekis. Tezda vaziyat etib yurib ketadigan. Shu yaqinlashib qoldim, 5-6 kilometr qoldi. Saratov-Voronezh yo'liga ozgina qoldi. Shunaqa asfaltlarga berib tursam, chotki yo'q bo'ladi-yu. Suvda ketadi, suvda mashinalar shunaqa asfaltlar bo'lib qolsa. Oz qopti remont joylari ham bu tarafda. Saratov. Voronezh Saratov trassasi. Shkempinga giraman. Benza Sizaran. Shu tarafga ketaman-da, Benza Sizaranga. Volgograd-ga. Yo'q, Volgogradga emas. Sizaran tarafga qara. Turistga kiramiz, turistga. Lukoil turist kafesiga qarab kiramiz. Lukoilga. Shu joyga. Bu joydan ham turistlar ham sekin astalik bilan siljimani endi ozgina qoldi, xudo xolasa. 10 kilometr, 15 kilometr qoldi-da. Yuklaydigan joyga hozir borib endi aka. O'sha yerda bo'lamiz. Transportniki emas, gaishnik. Gaishnik bir qator ko'rdi. Kechagi raspechatga so'rayapti. Kechagina nima qiladi-ya? Kechagi bas. Bezashibga kelyapman-ku bular kechagi deydi-ya. O'rtadigan joyga ozgina qoldi, 5 kilometrmi, 4 kilometrmi qoldi shekilli. Birinchi marta kelishim o'rtadigan joyga, bilmadim endi qanaqa holat, qanday, nima holat ekan. 7 kilometr 300 ekan. 4-5 kilometr debman. Yaxshi navigator bu joyda hozir ishlab ketdi. Shu joyda turilakka, shunaqa yo'lni bo'yida. Oldida bo'sh joy bo'lsa, bo'sh joyga qarab o'tib qo'ydi ishda. Endi yuklaganlar. Shu joyda endi kutaman ekan. Telefon qilsa haydab kirib borib, kiradigan qilib. Yetib ketdim bu joyga. Yuklaydigan joyga keldim. 300 metr aşağı joyda ekan. Strelkadan kirilayotgan, короче. Shu strelkadan shuni unga kirilaylik 300 metr. Bizi toychoq. Bu tarafdan keldim. Ayta Kalso bor ekan, Kalsodan to'g'ri o'tib Saratov transportnidan shuni kirganda qancha emas ekan. Juda chiroyli joy ekan lekin. Chiroyli joy. Posyolka ekan, Saratovda rost shaharchasini o'rtasida manda.
Skelat zavod bu joydan kirishdi. Shunday kirganda ulanadi. Kechki payt ortiladi dedi operator. Ikkita mashinamiz. Bu mashina ham ortadi. Operatorga telefon qilsak, dannalar ko'rindi. Kechki payt ortiladi. Endi tunda ortamiz ekan. Tunda ortib ertaga inshaalloh yana yo'lda davom etamiz. Rosa chiroyli joylar ekan. Hozir endi telefon qilib kiraverdi-da. Endi virusga kiraman ichkariga shu joydan. Bu joydan kirib ketaman. Joydan o'ngga kirib, bilmadim endi ichkarida qanaqa holat. Lekin ama 19 minut oddiq tugaydi ekan. Bular shu 19 minutda ham tugatib olay endi. Shu joy ekanda. Tramvay kirib ketyapmiz endi. Juda antiqa joy ekan bu joy bor-ku. Hozir axranik hayda kirib ketaverdi. Qayerga kiradi bu joy? Bilmadim lekin. Qayerda pogruska joyi? Bunisini ham bilmadim. Endi tavakkal yuramiz. Bu yo'lda oxiro borar. Qayerga haligi? Bu joyda skeletlar bor ekan, lekin bu joyda ishlaydigan, mashina yuklaydigan joy yo'q. Bu joylar ham unaqa joy emas. Juda antiqa joylar ekan lekin. Oxiriga boraveraylikchi. Sijapa degan joy bor ekan o'sha yerda. Yo'li ham dabdala ekan. Sijapa Strelka qo'yib qo'yibdi-yu. Только фамилия, машина, номер, только это, да? Время нету. Dokumentlarni topshirib chiqdim. Ждите, ждайте. Звонка dedi-yu. Yaxshi ham ruschani bilmayman. Mana shu joylarga qo'yaman ekan yuklagan. Biz to'ychoq mana shu tarafda. Lekin yoqmadi bu joy. Rosa dabdala yotibdi aytlar. Vigruska, pogruska bo'ladigan joylar, yuk tushadigan, yuklaydigan mashina navalak. Bu joyda ona bizi to'ychoq. Rossiyskiy mashinalar ichida bitta turibdi. Juda chatoq ekan bu yerda yuklaydigan joy. Ahvol bardak. Короче, bor. Ayland. Bir kelibmizda. Nihoyat pogruskaga ham qo'yib berdim. Endi boshlashadi shekilli. Ortist. Juda dabdala joy ekan bu. Bir tashlandi, skeletga o'xshaydi. Lekin omma diviziyani ko'p ekan bu yerda, yuklagan, tushirgan. Juda ko'p ekan. Shunda oxirini ortyapti. Bu o'zlaricha bir tufta bir dalboyob joy ekan. Yuk ortadigan joy, skelet ham. Lekin ularda nimanidir yasashib olganda oxirini ortyapti. Kirish mumkin emas, bunday qo'yish mumkin emas, bunday qilish mumkin emas. Tushunmadim bularni, короче. O'zlarini zakonini chiqarib olib bular. Oxiriga chipalet qo'ygan, shuni yuklashyapti hozir mana. Mana endi bu yerdan qarab turaman endi ortganini ko'rib. Qanaqangi holat tortadi. Endi oldiga olganda ko'ramiz.
juda antiqa joy ekan. Bu joyda hozir peredniyni tortar ekan. Bitta shu o'st xolos. Shu o'st tortamiz xolos deydi. Peredniyda deydi. Bilmadim endi hozir ko'raylikchi, lekin ama tarozimizda 20 tonna rovna ortibdi. Aytadi jinnicha deb, jinnichadan ham o'tib ketdik. Juda tuproqli joylar ekan. Onasini emsam bor-ku. Hozir endi dokumentni olib kiraychi, nima deyish ekan. Menga tarozidan o'tdi-da, tarozidan o'zim o'tdim. Bilmadim, qarab ham turishmadi, ichkaridan qarab turibdim. Uy. Aytdim-ku, juda tushunarsiz holatda. Короче, вообще tushunmadim. Вообще bor-ku. Kuladigan joy bu joy ekan. Uy esa shu joyda ekan. Uyesiga ham ama taroziga. Uyesiga hech kim chiqmadi, o'zim ochib o'tdim. Bilmadim endi. Nima bo'lar ekan, oxirini ko'raylikchi. Dokumentni berar endi. Hozir kirsam, esdan keyin kutasan. Doim kut. O'zi qanaqangi joy ekan, buni ham stankasi bormishdi. Stanka Tenkart. Tenkartni stankasimiz. Shu stankaga borib qo'ydikda hozir yo'lga qo'ysam. Rus mashinalariga stanka emas ekan, shu yerda turaveradigan. Men esa stankaga qo'yaman ekan. Shu joy stankamikan. Endi yuklaydigan joy qanaqa-yu, stankasi qanaqa bo'lardi? Ayvo, dabdali ekan umidlar. Shet stankamishda. Yo-mayo. Mayli, endi nima qilardik? Chidaymiz. Sabr deydi-yu. Mana shu joy stanka ekan. Bu yangi o'lbalar ham jalkada bu joylarga ana. Shuncha mashinalar turibdi. Bu joy stanka emas. Stanka oradan kirib borganda Ozarbayjonlar ham bor bu yerda. Tenkart zona. Dokumenti shu oradan kirganda yuklagan joydan beri ekan. Bu joy g'ish, kirpich. Shunaqa sklat ekan. Bitta g'ash orada turibdi. Yuklaydigan joy juda dabdali, ammo tuproq вообще. Pizdes o'sha bola. Bir kun turib shunaqa holat bo'lib ketdi. Shunaqangi tuproqki, вообще dabdala, короче. Endi sal o'sha Soyuz paytida asfaltlar qilib qo'yilgan beton yo'lga. Endi o'shalar turibdi-da. Bo'lmasa bu короче dabdala. Yoqmadi. Endi shunday qilib harakatdamiz, xudo xolasa. Holatga qarab boraveramizda.